menga shunaqa mexanik klaviatura ko'rsatingki, u qolganlardan bitta yaqqol funksiyasi bilan ajralib tursin deganlar uchun bugungi video tahlil boshlaymiz. Ya'ni men oldimda Redragon kompaniyasi tomonidan ishlab chiqargan Behemoth Pro, xullas Behemoth Pro deb nomlangan ajoyib klaviaturani ko'rib chiqamiz. Bunga sabab kichkinagina ekranchasi bor va ekranga turli giflarni ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Qarang. Xo'p, ko'rishimiz mumkin bo'lgani bizda o'zining yo'riqnomasi chiqadi. Undan keyin mana har xil o'lchamda o'zining nakleykalari bor. Hop, keycap, undan keyin mana bu switchlarini olish uchun pullerimiz bor, ya'ni o'zining maxsus vositasi. Kabelimiz bor 1,5 metr atrofida. Klaviaturaga ulanuvchi qismi Type-C, kompyuterga ulanuvchi qismi ham bizda USB Type-A ham Type-C. Bu degani shu ultrabooklarga ham hatto ulab ketsanglar bo'ladi. Aytib ketishim kerak, bu ham Windows uchun, ham Mac uchun mo'ljallangan klaviatura hisoblanadi. Mana noodatiy Manbo L deb nomlangan bunaqangi och yashil ko'rishdagi switchlarga ega. Xuddi qaysi switchga o'xshaydi desa, red switchga o'xshaydi, ya'ni ancha ovozi chiqillamasdan ishlaydigan switch. Mana 4 ta zapaska berib ketishdi. Mabodo WASD charchab qolsa, hop, almashtirib yuborishga. Shundan bilsak bo'ladiki, bizani switchlarimiz hot swap hisoblanadi, ya'ni barchasini olib tashlab, umuman boshqacha rangdagi switchlarni ham qo'yishimiz mumkin. Undan tashqari klaviaturamiz gasket texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni bosganda sal eziladi. Bu nima uchun kerak deydigan bo'lsak, ko'p bosib o'ynagan paytda agar klaviatura ezilmasa, qattiq bo'lib tursa, qo'limizni juda ham og'ritib yuborishi mumkin, ham o'yinda, ham typing qilayotgan paytda. Shuning uchun gasket bo'lgani albatta yaxshi. Umuman tashqi ko'rinish haqida gapiradigan bo'lsak, mana qora va och ko'k deydi, ya'ni Tiffany ranglar uyg'unligidagi bizdagi klaviatura hisoblanadi. Bu 81 ta knopkadan iborat va 75% li klaviatura hisoblanar ekan. 104 talik knopkali o'sha klaviatura nima ishni qilsa, bu ham bajarar ekan. Plus 25% sizni kompyuter stolingiz, ya'ni ishchi maydoningizda joy tejaladi, ya'ni ko'proq mishkani chapdan o'ngga yurishingizga ko'proq joy bo'ladi. Shaxsan menga juda ham yoqdi, juda ham qulay va ixcham. Alohida bitta knopkasi bu aylanuvchi knopkasi hisoblanadi. Mana shu knopkasi orqali ham kichkinagina biz LED ekranchasini boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Bunga sal to'xtalib o'tamiz. Undan oldin aytishim kerak bo'lgani 5 qatlamli shuma izolyatsiya qilingan, ya'ni ovoz mexanikani yozsanglar chiqib ketadi. Bundan yozganinglar sari quloqqa yoqimli ovoz eshitiladi. Misol uchun eshitib ko'ringlar, kompyuterga ulangan. O'chirib turamiz-da. Juda ham mayin va bosilganda ham juda ham yumshoq bosiladi. Aytgancha PBT keycaplardan qilingan, ya'ni o'chib ketmaydigan, oqarib ketmaydigan plastiklar ishlangan va menga eng yoqqani esa mana shu bosayotgan knopkamiz atroflarini dumaloqroq qilib ishlashgan. Ya'ni chekkasiga qo'limiz tushib qolsa ham, ana qo'limiz ko'p barmoqlar ezilib ketishi mumkin. Shuning uchun chetlarini dumaloqroq qilib ishlashgan, ya'ni juda ham bir mayinroq, nejniroq klaviatura chiqqan. Misol uchun o'zimdagi mexanik klaviaturaning chetlari aniq burcheli bo'lib chiqqanda, shuning uchun ba'zan qattiqroq qaysidir knopkani tez bosib o'rgan paytimda ozgina barmoqqa og'ritib qo'yishi mumkin. Agar unaqa 8 soat, 10 soatlab ishlatsanglar, aniq kechib payt barmog'inglar og'riydi. Bu klaviaturada shu narsani inobatga olib, chetlarini dumaloqroq qilib ishlashgan. Xo'p, eng asosiy bo'lgan barcha knopkalarimiz bor. Strelkalar ham F1 dan F12 gacha bo'lgan knopkalar ham o'rin olgan, ya'ni ham kontur uchun, ham dotu uchun bemalol mos keladigan klaviatura hisoblanadi. Xo'p, media soha vakillariga mana shu
aylanuvchi knopka juda ham zarur kerak desam bo'ladi. Ya'ni buni past baland qilish orqali ovozni biz past baland qilishimiz mumkin, bosish orqali biz uni bezzuq qilishimiz mumkin. Umuman olganda mana shuni bosish orqali o'zi bizning kichkinagina ekranchasi bor. Hozir yoqaylik. Ekranchasi yonadi, o'zi Red Dragonda o'zini gifi chiqadi va eng qizig'i soati bor. Soat, minut, sekundlargacha ko'rsatib turadi, zaryadkasi qancha qolgani, qanaqa usulda kompyuterga ulanganini ham bizda ko'rsatib turadi. Aynan mana shu knopkani bitta bossak, bizda xom yoki effektlar bo'limiga o'tadi. Aynan effektlarga o'tib, effektlarga kirsak, bizda ushbu klaviaturamizda 19 ta effekt bor. Mana shu joyni o'zidan biz effektlarini nazorat qilishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari yana aylantirsak effektlarni har bittasini ichida ranglar bor. Aynan o'sha ranglarini ham biz nazorat qilishimiz mumkin. Brightness, yorug'ligini ham nazorat qilamiz. Tezligi, hattoki o'sha soatni ham 12 soatlikda ko'rsatsinmi, 24 soatlikdami deb biz o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Undan ham tashqari GIF degan joyga o'tsak, bu yerda o'zini GIF chiqib turadi. Xohlasanglar Red Dragonning o'zini GIFi yoki o'zingizlar buni dasturi bor. Klaviaturani dasturi orqali internetdagi turli mem bo'layotgan giflarni yuklab qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ya'ni gif qo'yish uchun albatta kompyuterga yuklab olgan bo'lishingiz kerak programmasini, lekin kompyuterga ulamasdan turib ham 19 ta shu effektda, har bitta effektning ichida 8 tadan rangi, uni tezligi, shu kabi nastroykalarni bemalol mana shu kichkinagina ekranchasi orqali bemalol biz amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Aytgancha eng asosiy ma'lumot qolib ketibdi. Bu klaviaturani biz 3 xil usulda ishlatishimiz mumkin. Birinchisi o'zidan chiqadigan kabeli, ikkinchisi 2.4 GHz tamdaqang o'zini dangli bor. Mana shu dangl orqali kompyuterga ulab ishlatishimiz mumkin. Ishlatib bo'lgandan keyin yoniga solib qo'ysanglar bo'ladi. Uchinchi usuli bizda Bluetooth hisoblanadi. Bularni nazorat qilish uchun mana bitta offda tursa, o'chgan bo'ladi. 2.4 ga o'tkazsak o'sha dangl yoki bu yoqqa o'ng tarafga surish orqali Bluetooth rejimi orqali biz telefon, xullas Bluetooth orqali nimaga ulash imkoni bo'lsa, o'shanga ulashimiz mumkin bo'ladi. Yonida Type-C porti bor. O'sha Type-C port orqali biz ham zaryadka qilishimiz mumkin, ham o'sha kabel orqali urab to'g'ridan to'g'ri ishlatib ketaversak ham bo'ladi. Marhamat, ushbu klaviatura yoqqan bo'lsa, Nextcreate Computers orqali xarid qilishingiz mumkin. Undan ham tashqari Red Dragonning turli ajoyib bo'lgan mishkalarini bunga qo'shib birgalikda xarid qilishingiz mumkin. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.